Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz Allah'la muvaffak kılış bilen Allah hamd sanalar olsun. Aile terbiyesi, yani ayolning bir-birining ustidagi haq huquqlari va majburiyatları haqidagi darsimizni davom qilyapmiz. İblisni eng xursand qiladigan ishning nimaligini hammamiz bilamiz. Yani iblisni eng xursand qiladigan ish dal biz to'xtalayotgan shu ayollik turmushningki buzilishi. Bu din dushmanlarining ham eng cho'ng g'arizi nishoni. Din dushmanlarininki asosli qiladigan ishi oilalarni buzib etish. Bo'libmi musulmonlar oilasini vayron qilib etish. Musulmonlar oilasi vayron bo'lgandan keyin na o'ziga ko'ngil bilanmaydi, na farzandlariga ko'ngil bilanmaydi, na jamiyatga o'zining asosini qatanmaydi. Demak, qardan chiqadi. Shu vajidan musulmonlar oilasini buzib etish jindan bo'lgan iblisning ham asosliq vazifasi va insonlardan bo'lgan shaytonlarning ham qiladigan muhim ish. Yani bu iblisning oilaning buzilishidan eng xursand bo'lganligini bu bir g'aybiy masala. Dalilga tayanmasak buni bilmaymiz. Yani Qur'on, hadisning dalili bilan anadan kim bilamiz. Çünkü iblis bizga nisbatan bir maxfiy olam, g'aybiy olam. Onun nimadan xursand bo'lgan, nimadan achchiqlangan, nimadan qo'rqqanligini bilish uchun cho'qib vaqt kelgan Qur'on va hadis dalillariga tayanmoqdan boshqa amalimiz yo'q. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan İmam Müslim özününki hadis toplamlarını keltirgen sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleden haber verip şundak deyir. İblis özününki arşini, yani taxtiravanını, komandanlık kılıdığan kursisini sunun üstü kurudu deyir. Anadınkin koşullarını zımınga insanlarga evet edir. Yani şu evetken özünün koşul, yani balları, evlatlarınınki menzil cihetten maqam jihatdan u iblisga eng yaqin bo'lgani ularningki fitnasininki eng kattaraqi. Yani kim fitnani eng qattiq tergan bo'lsa, ana shu iblisga maqam jihatdan eng yaqin, o'rin jihatdan eng yaqinidir. Va adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah deb kelganda hadisda. Shuni bilan u iblis evetken ballari yoki qo'shunlarininki birisi kirib deydi ekan, fa'atu kaza va kaza, men anda qildim, manda qildim deydi. Iblis deb qo'ydi, ma sana'ta shay'an, sen hech bir ish qilmabsan, cho'ng ish qilmabsan deydi. Anadan keyin ulardan birisi kirib deydi, ma taraktu hatta farraqtu baynahu va bayna imraatihi. Men ayolni shunda jidarga selib, hatto o ikkisininki orasini ayirib etgan holat qoldirib keldim. Xotinni bir-biridan ayrılgan holatda tashlab qo'yib keldim. Degandan keyin fayudnihi min u ayolni arib etgan shu bolasini, shu askarini o'ziga yaqin tortdi deydi. Fayaqul va deydi-ki, ni'ma ant. Sen nima degan yaxshi bolam, nima degan baland obdan bolamsan, bek obdash qilsan deb mana shu xotinni arib etgan askarini, lashkarini o'ziga yaqin tortib maqtab ketar ekan. Yani bir hadiste beshiga toj kiydirganlik chiqadi. Demak, xotin arilgan vaqtida iblisninki bir lashkari, bir askariya bir bolasi toj kiydi beshiga. Mana bu hadisda turmushninki buzilishi iblisni eng xursand qiladigan ishlarning qatoridan ekanligi o'tirib chiqadi. Shu vajidan biz ayol turmushninki ulining mustahkam bo'lishi, hayoti dunyoda bir-biriga hamkorlashib, oxirigacha chiroyli o'tishini maqsad qilgan asosda bu darsliklarni uyushtiryapmiz. Ilgari ko'p to'xtaldik. Oila jamiyatninki asosi. Oila buzildi degan gap, insonlar jamiyati vayron bo'ldi degan gap. Demak, bu yuqorqi hadisdan iblisninki asosliq hadaf nishonining ayolni arib etish, turmushni buzib etish ekanligi chiqyapti. Shaytonlar ikki xil. Shayatinal insi val jin. Qur'on shunday kelgan. İnsan ve cinlardan bo'lgan shaytonlardir. İblisning insonlardan bo'lgan qo'shunlari va jinlardan bo'lgan ham qo'shunlari bor. Ikkilasining nishoni o'rtaq, subhanalloh. Müşahid ajoyib birlashadi. Mana hadisda kelyapti, bu iblisni eng xursand qiladigan ish xotinning ayrılib ketishgan. Ma din dushmanlarining eng muhim qilayotgan ishi
mayli mushu televizor, telefonlar orqali va yoki ayollarni yasandırib ko'chaga chiqarish orqali erlarni sirtda har xil axloqsizliklar bilan mashg'ul qilish, ayol kishi huquqini cho'ng berib o'tish yoki ayol huquqni avval barobar deyish, keyingi yoq ayollarning huquqi erlarnikidan cho'ngroq deyish, erlarning huquqini ishmushlikning keyiniga ham tizib qo'yish. Mana mushlarki maqsad nima desa, oxirgi nishon qadam bosqichi kelib, oxirida oilani vayron qilib o'tish. Hayron qolamiz, jindan bo'lgan iblisning eng muhim vazifasi xotinni arib etishgan, turmushni vayron qilishgan. Va insonlarning bo'lgan din dushmanlarining ham asosiy vazifasi mana bu bo'layotdi. Ayolning arilib ketishidan iborat mana mushu ish nima uchun iblisni shu qadar xursand qiladigandir? Ya'ni nima uchun iblis boshqa jinoyatlarga bu qadar xursand bo'lmaydigandir degan savolga javob berib o'tsak, ma boshqa jinoyatlarda tövbiga orqa qaytib olishga fursatlar ko'p. Masalan, kishining haqqini yeb qo'ygan bo'lsa, moddiy ma'naviy haqqini yeb qo'ygan bo'lsa, va yoki Allohning haqlari kirib qolgan bo'lsa, va yoki o'z nafsiga zulm qilib qo'ygan bo'lsa, buningga tövbe qilib olish, orqa qaytib olishga fursat ko'p bu kishida. Ammo taloqda, oilaning buzilishida keyni qaytish, oilani qaytadan qurib chiqish haqiqatan qiyin. Alloh rahim qilgan kishilar buning sirtida. Ammo biz ham buni ko'rib turibmiz, shahid bo'lib turibmiz, shu da'vo dastur, ayollik da'vo dastur masalalarida. Agar bir kishi bir ayol kishini taloq qilayotgan bo'lsa, yoki ayol kishi cho'ntirib olib erdan taloq olgan bo'lsa, mana bu oilaningki qaytadan qurilib, normal holatga qaytishi mana qiyin. Eg'izida men tövbe qildim, Alloh istig'for etdim deyish bilan bitmaydi bu ish. Yuraklar zidib ketgandan keyin bu daz ketgan yurakni qaytadan him qilish unda oson emas. Vallohu alam mushu vajidan, ya'ni qayti asliga kelish qiyin bo'lganlikdan iblis boshqa jinoyatlar qilgan vaqtida ayolning arilib ketishidan iborat bu jinoyatiga nihoyatda o'zining mushu ishini qilgan o bolasiga bakmo o'zining rahmatini bildirib, xursandchiligini ifodalaydi ekan. Biz o'tgangi qitimliq suhbatimizda ayollarningki haq huquqlari haqida to'xtalib, avval erlarning o'z ayollari ustidagi haqlari haqida to'xtalgan edik. Va buning birinchi sifatida erlarning haqqi ayollar ustidagi o'z erlariga itoat qilishi. Mana bu erlarning ayollar ustidagi tunji va eng muhim haqlarning qatoridan deb shuni bayon qilgan edik va uning dalillari haqida ham va ba'zi misollarni ham keltirgan edik. Hamda nima uchun erning haqqini avval so'zlab qoldik? Ayollarning haqqidan boshlasak ummamda degandek bir savollar yoki qalloq kelgan fikrlarga nisbatan ko'pincha shu erning haqqi, erning huquqi degan gap ko'p tilga ilinib qoladi. O'shda ko'p tilga ilinib qolishningki sababi bor. Albatta ayollarning ham erlar ustida erlarga berilmagan haq huquqlar ham bor. Inshaalloh buni o'zini o'zi bayon qilib o'tamiz. Yuqori dedik, bu nima uchun erlarningki ayollar ustida haqqi ko'proq ta'kidlandi? Va nima uchun biz darsimizda avval bu erlarningki ayollar ustida haqqi to'xtalib qoldik degan masalaga bir hadis bilan izohat berib o'tib ketamiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilingan Sahihul Jami'atga kelgan Shayx Albani sahih hadislarning qatori sanagan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar wa law salaha an yasjuda basharun li bashar la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha." İnsanning insonga sajda qilishi to'g'ri bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Agar durust bo'ladigan bo'lsa edi, er kishining ayol ustidagi haqqi nihoyat cho'ng bo'lganlikdan ayol kishini eriga sajda qilishga buyurdim dedi. İnsanning insonga sajda qilish durust emas. Agar durust bo'ladigan shub qolsa, men ayol kishini eriga sajda qilishga buyurdim. Nima uchun deb sababini bayon qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min 'izami haqqihi 'alayha. Erning ayol ustidagi haqqining bak kattaligidan, cho'ngligidan men shu ayol kishini er kishiga sajda qilishga buyurdim dedi. Hadisin keynida davomida shunday deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Jinim uning ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, agar er kishi topinidan tortib chechig'icha butun badanini jiring zardab qoplab, shu jiring zardablar yiqib turadigan holatda bo'lsa, ondan uning ayoli kelib shu jiring zardablarni yalaversimi, u ayol erining haqqini ado qilgan bo'lmaydi" deb mushu qadar kuchli iboralar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam er kishiningki ayol ustiga haqqini bayon qilgan ekan qarindoshlar. Bu yerdagi gap er kishiningki badanidan jiring zardablar chiqqan bo'lsa, ma'lum kasallik sababidan buni ayol kishi yalaversin degan ma'no chiqmaydi. Demak, shunda qilgan holatdimi
Agar shu har bir musulmon er bo'lsa-da, buningki haqqini ado qilish qiyin. Alloh rozi bo'lgan shaklda ado qilish bu qiyin demakchi. Shuni muhimligini ta'kidlamoqchi. Demak, mushu vajidan qarindoshlar, hamshirlar, biz erlarning ayollar ustidagi haqqini avval bayon qilyapmiz. Ilgari qitimliq suhbatimizda ham biz bu vaqtdagi ba'zi bayonlarni o'tirib qo'yib o'tgan edik. Ya'ni ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa va lir-rijali 'alayhinna daraja degan mush oyatlarni erlarning ayollar ustidagi haqqininki kattaligi, cho'ngligini tushuntirib bergan edi. Shu vajidan biz avval erlarning ayollar ustidagi haqqi haqida to'xtaldik. Mushu dalillarga asosan biz o'tgan qitimliq suhbatimizda erlarning ayollar ustidagi haqqining qatorida ayollarningki erlarga itoat qilish vojib. Mana bu erning eng muhim tunji haqlarining qatoridan deb so'zlab o'tgan edik. Tuvanda mushu mazmun qaytsak, erlarning ayollar ustidagi haqqlarining qatoridan ikkinchi haq ayollar erlarininki xizmatini qilishi lozim. Bu nayta talash tortishliq bir tema. Ulamolar o'rtasida talash tortish va bu masalada vojibmi, mustahabmi degan masalada har qanday bir oilada, mayli musulmonlar oilasi bo'lsin yoki boshqa oilalar bo'lsin, bu oilada ham shu xizmat qilish masalasida ko'p talash tortishlar bor. Sen qilding, sen meni qilmading degan mazmunda er ayollar o'rtasida nayta ko'p talash tortish bor. Hatta ailening xizmatlarini, aile ishlarini, uy ishlarini o'zaro taqsim qilish, mush orqali uydagi jidallarni tugutish haqida shunday ayollar ba'zi planlarni qilishib ketadi. Biz inshaalloh bu shaxtdagi oyat hadislar, ulamolarning buning qarta ko'z qarashlarini bayon qilish bilan kifoyalanamiz. Avval to'xtalganimiz ayollarning erlarga turmush ishlarida xizmat qilishiningki shar'iy hukmi nima? Ya'ni ayollarning erlarga turmush ishlarini qilishi deganda erninki qamoqini itish, qirqatlarini yuyish, balasi olsa uni beqish, uyininki o'yla aramlarning tozliqlarini qilish, uyga kelgan mehmonni kutish qatorliq mush mazmunlar o'sishadi. Agar chorvachi ayirib qolsa, uydagi mol-varallarga, kala qo'ylarga qarash, ularning yem-xashaklari masalasi, ularning tozalik masalalari, agar dehqonchilik oilasi bo'lib qolsa, u oilaninki dehqonchilikqa oid, ya'ni uyiga tava bo'lgan, shu turmushga tava bo'lgan xizmatlari qatorliq o'sha bir qator taraflarni o'sishadi. Bo'libmi hamda? Chunki hamma oila dehqon oilasi emas, hamma oila chorvachi oila emas, yezgilik oilasi emas. Ko'pincha hamma oilalarda o'rtaq bo'lgan narsa nima desa, tamoq etish, qirqat yuyish, uyining tozligini qilish, bolalarni beqish. Mana bu butun oilalardagi o'rtaq bir ish. Ayollarning mushu xizmatlarni qilishiningki shar'iy hukmi nima? Bu ixtilofli bir masala. Ba'zi ulamolar ayollarning uydagi erlarning xizmatini qilishi vojib emas, mustahab deydi. Bu ulamolardan Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbal va ba'zi Maliki ulamolar. Bular deydi-ki, ayollarning erlarningki oiladagi xizmatlarini qilishi ayollar ustiga vojib bo'lib tushmaydi, balki mustahab, qisi afzal, qisi yaxshi, lekin qilmasa gunohkor bo'lmaydigan amal deb qaraydi. Ikkinchi turkumdagi ulamolar bular vojib deb qaraydi. Ya'ni ayol kishi erning oiladagi ishlarini qilmasa gunohkor bo'ldi deb qaraydi. Bu ulamolardan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh va ko'pchilik Maliki ulamolari. Undan boshqa Abu Savr, Abu Bakr ibn Abi Shayba, Abu Ishaq al-Juzjani, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim Jawziyya, Imom Shawkani, Ibn Habib va yana undan boshqa nəhayət ko'pligin ulamolar ayol kishining erninki oilaviy xizmatlarini qilishni vojib deb qaraydi. Qilmasi gunohkor bo'ldi, taqatini yetishicha qilish kerak deb qaraydi. Undan boshqa yaqin qizama ulamolaridan Bin Baz bu kishini ham vojib deb qaraydi. Bularning so'zlarini men qisqartib o'tdim vaqt munosabati bilan. Har birisininki bu vaqtdagi ayrim so'zlari va ba'zi keltirgan dalillari bor. Asosli bu yerda yuqori dedik, tamoq etish, ya'ni ximiy yug'urish, seki-hutotlarni adolash, pishirish, uyning tozligini qilish, qirqatlarni yuyish va bolalarni beqish. Ulamolar buni bir-bir zikr qilgan hatto. Mush ximiy yug'urish, uy supurish degandek ishlarni bir-bir zikr qilgan. Undan boshqa yana yaqin qizama ulamolaridan Ibn Usaymin ham ayol kishiningki erning oiladagi xizmatlarini qilishi urf-odatga qaraydi deydi. Agar urf-odatda ayol kishiningki erning xizmatini qilishi yana shunda zarur qilmisi bo'lmaydigan ish bo'lib urf-odat shunda to'nilgan bo'lsa, u chog'da ayol kishiga vojib deydi. Agar urf-odatda ayolningki erning xizmatini qilishi u qadar zarur, ustiga zodi vazif shaklda to'nilmagan bo'lsa, vojib emas deydi. Ahvol qaraymiz demakchi.
Endi bulardan ulamalar xulosalab kuchli qarash, to'g'riraqi shu vojib degan qarash degan. Ayolninki erning oilik xizmatlarini qilishni vojib deb qaraydi. Shu to'g'riroq kuchligiroq. Ham ulamalarning soni ko'p. Vojib degan ulamalarning soni ko'p. Bundan boshqa yana nurg'un bu vaqtdagi qarashlar, dalillar ham bor. Ya'ni ayol kishi oiladagi xizmatlarni qilishi lozim. Er kishi sirtdagi, oilaning sirtdagi xizmatlarini qilishi lozim. Xizmat taqsimotini chiqargan vaqtimizda ham ayol kishining oilik ishlarini qilishi vojib, erning sirtdagi ishlarini qilishi vojib deb qaralgan. Ulamalar mana shu taqsimotni yapgan. Buning ham dalillari bor. Rasulullohning taqsimoti bu. Oilaning ishini ayollarga, sirtning ishini erlarga buyurganlik bu Rasulullohning taqsimoti. Bu shaxta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga shunday degan: "Ya Oysha, at'amina." Ey Oysha, bizga bir tamoq tayyorlasangiz. Ya Oysha, halummil mudya, pichoq akilang. Andan keyin ashhaziha bihajar. Akagan pichoqni tashqi surib bilang, ey Oysha degan mushu so'zlarni ulamalar dalil keltirib, bizga tamoq tayyorlang, bizni taomlantiring, pichoq akilang, pichoqni tashqi surib bilang degan mushu so'zlardan ulamalar ayol kishiningki erining oiladagi xizmatlarini qilishi vojib deb qaraydi. Undan boshqa qalblarda mushaqtiki bir shubhalarning ko'tarilib ketish uchun sal inchikroq to'xtalmasak bo'lmaydi. Bu vaqtda dalillarni keltirmasak bo'lmaydi. Chunki bu ko'p oilalarda bir talash-tartish paydo qilayotgan, hatto turmushining buzilib ketishiga olib borayotgan, shayton dal mush yuchiqdan foydalanayotgan bir masala. Shuning uchun muslima ayolning zehnida ochiq bo'lish kerakki, mushaqtiki hukmlar turmushi chiroyli o'tsin, dard talashdan qutulsin. İmam Ahmad Husayn ibn Mihsandan rivoyat qilgan hadisda bu hadisni Sheyx Albani Hasan hadislarning qatorida sanagan, o'ziniki Sahihul Jami' to'plamida keltirgan. Husayn ibn Mihsanninki bir hammisi bor ekan. Shu hammisi bir o'ziniki hojit sababidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Anadan keyin bu ayol o'ziniki hojitini tamom qilgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolga shunday dedi: "Azatu zawjin ant?" Senin yo'ldishing bormi? Ya'ni sen bir turmushliq ayol kishimisan deb savol qo'ydi dedi. Qalat: "Na'am." Dedi ayol kishi: "Ha, yo'ldishim bor." Qal: "Kayfa anti lah?" Sen uni qanday o'tayotsan? Turmushingga qanday ketib bordi deb savol qo'ydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qalat: ayol dediki: "Ma aluhu illa ma ajaztu an." Men taki ojizlik qilib qolmaydiganli bo'lsam, ya'ni qudratimning yetishicha u erninki xizmatini qilish va uni rozi qilishda davom etyapman deb javob bergan. Degandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Fanzuri ayna anti min." Sen shu qaysi maqomda bo'lsan, qaysi holatda bo'lsan, ana shuni qaragin deb javob bergan. Keyindan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Fa innama huwa jannatuki va naruk." Haqiqatan u sening yo'ldishing, u sening jannating va do'zaxing. Ya'ni shu orqali sen ya jannati bo'lasan, ya do'zaxi bo'lasan deb so'zni oxirlashtirgan. Vojib degan ulamalar bu hadisni dalil oladi. Ana shu nima deyapti? Men ojizlik qilib qolmasam, qodir bo'lsam-lam, u erga bo'lgan xizmatni davomlashtiryapman, uni rozi qilishga tirishyapman degan mana mushu so'zini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtab, uni muayyanlashtirib, tasdiqlab, sen shu holatni davom etgin. Voy bo'lmabdi, sen bek o'zingni charchitib qo'yapsan. U sana zulm qilib qo'yapti. Ustingda unda vojib emas xizmat qilish degan bir gap yo'q bu yerda. Keyinda u sening jannating va do'zaxing degan ham buni kuchlantirdi. Demak, yuqorqi hadisdan, yuqorqi dalildan ayollarning erlarningki oilik xizmatlarini qilishining vojib ekanligi kuchli bo'lib o'tirib chiqadi. İmam İbnül Qayyim Cevziye Zadul Ma'ad degan kitobida bu shaxs to'xtalib shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol kishiningki erining xizmat qilish haqida hukm chiqargan deb bir bob olib, bir fasl olib, maxsus mushaq to'xtalgan. Ya'ni ayollarning o'z erining xizmatini qilishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fatvo bergan bu haqda hukm qilgan. İbnül Qayyim Cevziye deydi. İbn Habib Vaziha degan shu kitobda shunday deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bilan onun ayoli Fatima radhiyallohu anha onamiz o'ttirisida shikoyat bo'lgan vaqtida qaysi masalada? Xizmatchi masalasida. Ya'ni oilaning xizmatini qilish, o'ninga bir xizmatchi qabul qilish, xizmatchi elish masalasida Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima onamizning o'ttirisida bu bir shikoyat o'tirib chiqqan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima onamizga uyining ichki xizmatlarini qilish hukmini
Ali radhiyallohu anhuga uyning sirtidagi jamiyat xizmatlarini, taloq xizmatlarini, sirt xizmatlarini qilishni hukm qildi deydi. Keyindan Ibn Habib yana shunday deydi: ichki xizmat deganimiz xemir yug'urish, tamoq etish, yo'lqan ko'rpalarni uyninki ichidagi har xil silinjilarni ratlash, tozalash, uyning tozligini qilish, uydagi gulgiya, dal-daraxtlarni, mol-chorvalarni sug'urish qatorliq uyning ichidagi barcha ishlarni o'zi chekib ketadi. Xuloslasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima radhiyallohu anha onamiz o'tirsidagi xizmatchi masalasidagi shikoyatni hal qilib, Fatima onamizga, ya'ni o'zining qiziga oila xizmatlarini qilish, Ali radhiyallohu anhuga, ya'ni kuyovliga sirtning xizmatlarini qilish hukmini bergan, fatvosini bergan deydi. Ibnul Qayyim Jawziyya yana deydi: Asma onamiz haqida to'xtalib. Asma onamiz kim? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizi. Kimning ayoli? Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhuning ayoli. Abdullah ibn Zubayrning onasi. Asma onamizningki so'zini dalil keltirib Ibnul Qayyim Jawziyya shunday deydi: Annaha qalat. O Asma onamiz shunday degan edi: Kuntu axtamu Zubayr xidmatal bayt kullah va kana lahu faras va kuntu aswasa va kuntu ahtasha lahu va aqwamu alayhi. Asma onamiz deydi: Men Zubayrninki xizmatini qilatdim. Ya'ni yo'ldoshin demoqchi. Onun uyinin bütün işlerini qilatdim. Onun bir eti var edi. U otni boqitdim. Onunga yem-xashak beratdim. Onun holidan xabar olatdim. Uyinin xizmatidan sirt etining xizmatini qilatdim. Hamda hozir mashinamiz, motorimiz bo'lib qolsa, ayollar juppamaydi-ku. Asma onamiz etini ham boqib berdi ekan. Yem-xashaklarini beratdi ekan. Demak, bu oilaning xizmatlarining qatori sanalgan ekan. İbnul Qayyim Jawziyya yana shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatima onamiz xizmatchidan, ya'ni uyda xizmatchining yo'qligidan shikoyat qilib kelgan vaqtida uni uyiga qaytarib o'tdi. Va Ali radhiyallohu anhu uchun u Fatimani xizmatga solmagan, sen uning zulm qilib qo'yapsan degan bir ig'iz gap qilmadi. Balki Fatima onamizni uyining ishlarini qilishga, Ali radhiyallohu anhuni sirtning ishini qilishga hukm qildi deydi. Va Asma onamizni yuqoridagi Zubayr ibn Avvamning ayoli bo'lgan, uning uy ichining xizmatini qilishdan sirt etining beqilish, yem-xashak masalalarini ham qiladigan Asma onamizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan vaqtida wal alafu ala ra'siha, u Asma onamizning beshida otninki yem-xashaklar bor edi deydi. Ya'ni beshig'ib ko'tarib olibdi-kanda. Ba'zi millatlar shunday urf odat bor ana, bitta sarang bo'lsin beshig'ib ko'taradigan. Va arablarda ayni vaqtda bor ekan bu narsa. Hozir Afrika mamlakatlarida bu narsa ko'p, afg'onlarda ham ko'p. Nima topsa ayollar beshig'ib ko'tardi. Beshig qo'yadi. Asma onamizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshig'a yem-xashak qo'yib ko'tarib mangan holatida ko'rdi. Va Zubayr ham uning bilan birga edi dedi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Zubayrga bunda xizmat qilmagan, haqiqatan bu zulm bo'libdi demadi. Balki shu Asma onamizning qilayotgan xizmatini tasdiqladi. Ve Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa sahobalarningki ayollarining qilayotgan xizmatlarini ham tasdiqladi. Ayollarining shu erlarga, sahoba erlarga xizmat qilayotganligini Rasululloh bilib turib, buni to'smadi. Uni muayyanlashtirdi, tasdiqladi. Bu ayollarning ichidan ba'zilari bunday xizmat qilishni yomon ko'rdi, ba'zilari buning roziligini ifodalaydi. Ammo Rasululloh u ayollarning xizmat qilishini to'sqan emas, erlarga tanqidlagan emas, balki buni tasdiqlagan edi deydi. İbnul Qayyim Jawziyya yana so'zini davomlashtirib shunday deydi: Ayollarningki erlarning xizmatini qilishda, oila xizmatlarini qilishda, ayollarning yuqori tabaqadagi yoki tuvan tabaqadagi boy kambag'al bo'lish shart emas. Buni hech qanday farqlanmaydi. Rasulullohning qizi bo'lgan Fatima onamiz bo'lsin, Rasulullohning ayoli bo'lgan mu'minlarning onasi bo'lgan Oysha onamiz bo'lsin va yoki butun sahobalarning ayollari bo'lsin, bular butun dunyo ayollarining eng sharafli insonlar edi. Mush eng sharaflik, hurmatlik, fazilatlik, eng ortiq bo'lgan mana mush insonlar o'zlarining erlarining xizmatini qiladi. Demak, yuqorqi so'zlarni Ibn Qayyim Jawziyya keltirib, oxirida deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishini aniya deb atadi deydi. Aniya degani asir. Ya'ni qo'l ostidagi xizmat qiladigan bir asir. Bu shunda atagan deydi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar haqida erlarga nasihat qilib, ittaqulloha fin nisa fa innahunna awanun indakum. Sizlar ayollar barasida Allohdan qo'rqinglar. Bu ayollar sizlarning qo'l ostinglardagi bir asirdir, xizmatchidir. Deyish orqali
ayollarning erlarning oiladagi xizmatlarini qilishining ularning ayrilmas bir vazifasi ekanligini ham bu hadisda bayon qilgan demakchi Ibnul Qayyim Javziyya rahimahulloh. Asrga og'uchi tarafidan boshqarildi. Qayerda turdi, shu yerda turdi, nima ish qildiysa shuni qiladi. Shu vajdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar olsa sizlarning qo'l ostinglardagi bir asrdir deb avaning kalimasini ishlatgan deb Ibnul Qayyim Javziyya so'zini oxirlashtirgan. Demak, yuqorqi hadislardan va bayonlardan ulamolarning Ibn Qayyim Javziyya, Ibn Habib bularning so'zlaridan ayol kishining oila ichidagi ximir jug'urish, tamoq etish, qochquchi yuyish, kirqatlarni yuyish, uyning tozligini qilish, bolalarni beqish, agar mol chorvalik oila bo'lgan bo'lsa, ana shu chorvalarningki beqilish, tozalik, yem-xashak masalalarining huddisidan chiqish ham ayol kishiningki ustiga vacib bo'lib tushidi demakchi. Ham mushu qarashni yuqorida dediqada ulamolar kuchlik, vacib degan qarash kuchlik ayollarning erlarning xizmatini qilish, oila xizmatini qilish. Xulos kalam nima? Ayolning xizmati uy ichida, erning xizmati uy sirtida degan bir ma'noni chiqardik. Rasululloh shunday hukm qildi. O'zaro hamkorlash masalalari ayrim masala. Inshaalloh buni ham so'zimizning davomida bayon qilib o'tamiz. Endi nima uchun ayol kishi erning xizmatini qiladigandir degan masalaga to'xtalsak, ulamolar deydi, astag'firullah, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ya'ni erlar ayollarning ustiga homiy qilindi, padich qilindi, boshliq qilindi degan bu oyat va vadir-rijali 'alayhinna daraja. Erlar uchun ayollarning ustida bir daraja ortiqlik bir fazilat bor degan mana mushu oyatlarni dalil keltirib turib ulamolar agar ayol kishi erga xizmat qilmasa bu yerga ustunlik daraja nereden keldi? Bu yerga boshliqlik, raislik, padichilik, ustunlik qayerdan keldi undaqda? Nerede qoladi bu? deb ulamolar mush oyatlarni dalil keltirgan. Bundan boshqa erkak ayolni har xil nafiqalar bilan ta'minlaydi. Kiyim-kechak, yemek-ichmak, uyninki azırga nisbatan ijaralari va yoki uyni setib olishga chiqimlar, uyninki tok su, gaz chiqimlari, her holatda uyning her türlük balalarning chiqimlari, ayollarning chiqimlari, uydagi mol chorvalarning chiqimlari qatorliq her türlük nafiqalarni erkish ta'minlaydi. Bu uning vazifasi, majburiyati. Men andaq ketib boraman, mandaq ketib boraman deb qoqshash bu to'g'ri emas. Buning vazifasi xuddi men namoz o'qib ketib boraman, ro'za tutib ketib boraman, pulim nisobga yetibga bakada zakot berdim deyilmasligiga o'xshash. Bunda deyish ham durust emas. Ayollarning ham shu. Ovoz ketib bordi, hijobni ilibman, qiyinlik ketib boraman, ta'lab ketib boraman, yoki namoz o'qiyotman, ro'za tutayotman deb bir kishi toptani qilish ayollarning ham haqqi yo'q. Erlarning ham haqqi yo'qkin, yuqorqidek ibodatlar masalasida toptani qilish. Ayoliga bo'lsin, boshqalarga bo'lsin. Xuddi shunga o'xshash, erning ham men bir kunda man soat ishlab ketib boraman, men bolalarni beqib charchab ketib boraman, men sana kiyim-kechak, taomga pul topaman deb, nafiq qilaman deb, uyning chiqimini qilaman deb, japotat ketib boraman, charchab ketib boraman deb ayol kishi toptani qilish haqqi yo'q. Bu erning mas'uliyati, majburiyati, vazifasi. Xuddi ibodatlarda u kishi majbur bo'lganga o'xshash, buningga toptani qilish haqqining bo'lmaganga o'xshash. Endi mana shu sirtninki har turlik xizmatlarni qilish orqali oilaninki, ya'ni ayol kishining va uning farzandlarininki nafiqasini qilish badaliga ayol erkak uchun nima ish qilib berish kerak? Albatta xizmat qilish kerak. Oilaning ish xizmatlarini qilish kerak. Ulamolar mana shu so'zlarni keltirdi. Biz ham bu yerda shuni ta'kidlaymiz. Endi bunda esa to'shakni xizmatini qiladigan ayol kishi, er kishininki Muşuna olan er kishininki oilaning nafiqat masalalarini hal qilish bilan ayol kishining to'shakda erning xizmatini qilgani shuna bilan barobar bo'lib ketmamda deyishimiz mumkin. Ammo to'shakda er kishi ayol kishidan foydalangandek, ayol kishi er kishidan foydalandi. Har ikkisi manfaatlandi. Shu bu yerda bunday savolni qo'yish ham to'g'ri emas. Ulamolar yana deydi-ki, ayol kishi urf odatda erga nima qilish kerak bo'lgan bo'lsa, ma'ruf ishlarda shuni qilish lozim dedi. Yani örf odatda erning oiladagi qaysi xizmatlarni qilish gadiriga tushgan bo'lsa, mushu ishlarni qilish lozim deydi. Albatta bu örf odatdagi ma'ruf ishlar ko'rsatilgan. Alloh osiy bo'ladigan, shaytonga qul bo'ladigan, shaytonning vasvasasiga tushadigan bunda örf odatlar tark etildi. Örf odatda ayol kishi oilada nima ish qilish ustiga tushgan bo'lsa, ma'ruf bo'lgan ishlarda shariat shuni qilish gadiriga tushadi.
Masalan, bizningki urf odatimizda qanday? Ayol kishi oilaninki yuqorida biz sanab o'tgan hamma ishlarni qiladi. Masalan, temir jug'urish, sayyohlarni tayyorlash, tamoq etish, qochqish yuyish, oshxonaning tozaliqlarini qilish, kelgan mehmonni kutish, erning mehmonlari bo'lsin, yoki o'zining mehmonlari bo'lsin. Uyininki har turli tozaliqlarini qilish, erning qirqatlarini yuyish, bolasini beqish. Bizning urf odatdami shu masalalar ayollarning vazifasi. Hem erlerinin hemkardaş meselesi o ayrı bir mesele. İnşallah sözümüzün devamını bu toxtalımız. Mal çarılık ailelerine nispeten mi? Bizim örf adette şu ayollarınki takıtına yetişecek, koldan gelişecek mal çarılığının aile dairesideki dehqançılık, çarılık işlerine hemkardaşış. Bu hem bizim örf adette ayollarının yardımlaşışı talep kılındığın bir iş. Eğer er kişi vatanının, halkının, dininin, İslam ümmetinin, yani umumen Müslümanlar cemaatinin hizmetini kılavatkan bozcu. Bu çağda ailelik hizmetini qilish ayol kishining ustiga bir taraf ala tushadi demakchi. Agar er kishi kasal yoki miyib bo'lsa, agar er kishi Alloh yo'lida yarada bo'lgan biri bo'lsa, bu chog'da texim bekrak oilaning xizmatini qilish, er kishiga bu sohada bu temada taptani qilmaslik ayol kishining ustiga tushadi. Taptani qilsa gunohkor bo'ladi. Kasal, miyib va yoki Alloh yo'lida yarada bo'lgan erlarning xizmatini qilayotgan ayollar hamma ish men qoldi. Bu uyning ham dadasi bo'layotiman, ham onasi bo'layotiman. Xizmatchi bo'layotiman. Menga bir xizmatchi topmayapsiz. Va yoki ma ishlarni bir yenigilasak, qilmasak, maoshini to'xtatsak degandek, va yoki mehmonimiz ko'pkan. Tamoq etib charchidim. Uyning tozlig'ini qilib hadim degandek, qudrati yetgan, taqat yetgan yuqoridagi ma'ruf ishlarda, yaxshi ishlarda er kishiga taptani qilish bu ayol kishiga loyiq emas. Bo'libmi? Yuqori degandek, er kishi kasal ya miyib bo'lsa, yoki Alloh yo'lida yordam bo'lgan biri bo'lsa, bu texmo ta'kidlangan bir masala. Ondan boshqa shariatda bir qoida bor, fiqhda bir qoida bor. Ma la yatimmul vajibu illa bih fa huwa vajib. Vajib uningsiz tamomlanmaydigan ishmi vojib degan qoida. Er kishi itoat qilish vojibkan. Biz o'tgan qitimli suhbatimizda bu vaqt tafsili to'xtaldik. Ayol kishining erga itoat qilishi vojibkan. Andaqda yuqorqi fiqhiy qoidaga asosan ayol kishiningki er kishiga bo'lgan itoati albatta uyning ishlarini qilish bilan mukammallashadi. Uyning xizmatini qilmasa, ne topamiz bu itoatni? Baza aylanib kelishgili ijozat so'rasa, do'st yaranlarining uyiga berib ziyorat qilib kelishgili ijozat so'rasa, tugidimi? Itoat mushaddil bo'lamda. Asosliq itoat, 90% itoat oilaning xizmatini qilishdir. Asma onamizga o'xshash, hatto uyiningki mol chorvalarining xizmatini qilishdan iborat. Mana bu shu masalalarda onamdan bu yerdagi ayrı bo'lgan itoat o'tirib chiqadi. Demak, fiqhiy qoidadagi ma la yatimmul vajibu illa bih fa huwa vajib. Vajib uningsiz ado bo'lmaydigan ishmi vojib degan bu shu qoidaga ko'ra, ayol kishiningki erga bo'lgan itoatining takomillashishi, komil bo'lishi va yoki vujudga kelish uchun ayol kishi uyining ichidagi xizmatlarni o'z ustiga olishiga to'g'ri keladi. Xuddi namoz vojib, namoz o'qish uchun tahorat qilish vojib. Tahorat yo'q odamning namozi qabul emas. Bu shu qoidaga tushdi mana. Vojib buningsiz ado bo'lmaydigan ish vojib. Namoz tahoratsiz ado bo'lmaganki tahorat vojib. Anda qilgan ekan, ayol kishining erga bo'lgan itoatining o'tirg'i chiqish uchun cho'qim ayol kishi erning uyidagi xizmatlarini, hoylaramdagi xizmatlarini qilishi ustiga vojib bo'lib tushadi. Undan boshqa biz o'tgan qitimliq suhbatimizda yana bir masalaga to'xtalgan edik. Alloh subhanahu va taolaning Havvo onamizni yaratishdagi va butkul ayollarni yaratishdagi maqsadi erlarni xotirjam qilish degan edik. Va buning dalillarini ham keltirgan edik. Xadija onamizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tunji vahiy kelgan vaqtida, hatto hayotining oxirigacha ayollik muomalada Rasulullohning qanday xotirjam qilganligini bayon qilgan edik. Va Havvo onamizning Odam otamizningki jannatdagi yolg'izchiligini yo'qotish, uni xotirjam qilish uchun qanday munosabatlar bo'lganligini ham bayon qilgan edik. Va buningga u Alloh odamni yaratdi, uning juftini yaratdi. Nima uchun? Liyaskuna ilayha. Shu odamni xotirjam qilish uchun, tinchlantirish uchun degan dalillarni, suhbatlarni o'tgan qitimliq darsimizda ifodagan edik. Demak, ayol kishiningki asli yaratilishidagi maqsad erni xotirjam qilishgan. Erni oshxonada xotirjam qilish, uyining tozalik ishlarida xotirjam qilish, bolani tarbiyalash masalalarida xotirjam qilish, kelgan mehmonlarni kutish masalasida xotirjam qilish. Er sirtning ishlarini qilayotgan vaqtning o'zida ayol kishiningki xiyonat qilmaydiganligini bilish orqali ayolning samimiyati bilan xotirjam bo'lish qatorliq bir qator masalalarda
ayol kishining erlarni xotirjam qilish uchun yaratilganligi. Asli maqsadning mushkelligi o'limalar shuni bayon qilganligini biz o'tgan qitimli suhbatlarimizda ko'p to'xtalgan edik. Demak, ayol kishi uyining xizmatlarini qilishdan boshlatsa, qanday xotirjam bo'lsin? Tamoq pishmasa, satdan charchab kelgan vaqtida va yoki shu kasal miyib yarada bo'lgan holat yetgan vaqtida yana bir qash tamoq kirmasa, uylar purab ketgan bo'lsa, tozalik yaxshi qilinmay, oshxonalarda qochquchlar dövilib ketgan bo'lsa, juyilmay. Ammo telefon ko'rishga shu qadar vaqt bor. Telefonga yangi programmalarni, applarni qachlab ishlatiladi ekan, qochlarni juyib yangilab turolmaydi. Kelgan uchurlarni birini qoldirmay pokis ko'rishga vaqti bor ekan, oshxonaning tozaligini qilishga, qochquchini juyishga vaqt yo'q. Demak, erning xotirjamligini vujudga kelish uchun eng muhim ish ayol kishi oilaning xizmatini qilishi bu zarur bo'lib qoladi. Buni qilmay erni xotirjam qila olmaydi. Ya'ni qarindoshlar, hamshirlar, biz qaysi bir tarafdan qaragan bo'lsak, ayolning erning xizmatini qilishi zarur bo'lib, vojib bo'lib ko'rindi. Ham yuqorida to'shakda ayol kishi er kishidan foydalanadi deganga biz javob berib o'tdik. Bu to'shakda o'rtaq manfaatlishi bor. Agar Alloh subhanahu va taolo imtihon qilib, shu ayolning gunohlarini mag'firat qilish va yoki jannatdagi maqomisini, darajasini oshirish maqsadida ayna o'rtaq foydalanmaydigan bir holatni Alloh taolo bir qismat taqdir qilgan bo'lsa, osonlik bu hamda ko'p holatda bunday bo'lmaydi. Bunda ayol kishi afzali sabr qilish kerak. Bu dunyo imtihon dunyosi. Bu dunyo amal dunyosi. Oxirat bo'lsa hisob dunyosi. Amal to'xtaydigan kun. Ya'ni bu dunyo ziraat teriydigan dehqonchilik maydoniga o'xshaydi ekan, ko'plab ishlarni qilib oladigan, xizmatlarni qilib oladigan bir dunyo. Oxirat dunyosi bo'lsa, ana shu tergan ziraatning mo'l hosilini oladigan dunyo. Shu vajdan agar bunday bir holat bilan ayol kishi imtihon qilingan bo'lsa, ayol kishi Allohning fazlini ko'p so'rashi, o'zini sabrchan ayollarning, shukr keltirguvchi ayollarning qatoridan qilinishini Allohdan ko'p so'rashi lozim. Buni aytdi, fazilatli ayollarningki qila oladigan ishlarining qatoridan. Hamda ayol kishining erning ota-onasi uchun xizmat qilishi masalasi kelsak, bu mu yuqorqidek erning xizmatini qilishning doirasiga kirib ketamdi desa, undaq emas. Ulamolar ayol kishining erning ota-onasininki xizmatini qilishni mustahab deb qaraydi. Ya'ni vojib emas. Qisi yaxshi, ajr oladi, qilmasa gunohkor bo'lmaydi. İblis va insonlardan bo'lgan oila buzg'unchilari erning ayolni o'z xizmatiga selishi, bu ayolni xorlaganlik, uningga zulm qilganlik, uni qul o'rnida ko'yganlik degan fitna fasodni taqatdi. Bu orqali yana ularning maqsadi nima? İblisninki suvni usti qurib qo'yib, o'zining taxtiravanini arishini qurib qo'yib, ayolni arayotgan bolasini o'ziga yaqin qilib maqtag'aniga o'xshash. Bularning maqsadi ayollarni erlarga isyon qildirish. Ayollarni erlarning xizmatini qildirmaslik orqali turmushda jangijilal paydo qilish, turmush besimini ko'paytirish. Bu orqali u ayollarni azizlash, ularni ozod qilish emas, asli maqsadi oilani vayron qilish. Musulmonlar oilasini vayron qilish. Bular yaxshi biladi-ki, iblis xuddi ayol arilib kelsa, musulmonlar jamiyati vayron bo'lganligini bilganiga o'xshash, bu iblisninki agash ko'chilari bo'lgan insonlardan bo'lgan bu oila buzg'unchilari buni yaxshi biladi-ki, asli maqsad, asli nishon, hadaf nima desa, oilani vayron qilish. Shu orqali musulmonlar jamiyatini vayron qilish. Endi bir savol tug'ildi. Oysha onamizning kelgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirsa, uy ishlari bilan mashg'ul bo'ladi, yordamlashatdi. Bu nima deyapsiz? Ayollarning erlarning xizmatini qilishni vojib deb abayniga bir mo'j dalillarni keltirib ketdingiz-ku. Rasululloh uyga kirsa, uy ishlari bilan mashg'ul bo'ladi-ku, yordamlashatdi-ku. Bu qanday gap? Buni qanday tushunamiz degan bir savol o'tirib chiqishi mumkin. Bunga biz javob berib shunday deymizki, Payg'ambar alayhisolamning hujrasi shu qadar oddiy bo'lgan, kichik bo'lgan. U bizninki o'xshash necha ig'iz ham bo'lmagan. Payg'ambar alayhisolamning uyida necha oy qozon qaynamaydi. Bu nima degan gap? Etkidek tamoq yo'q, jug'idek qochquchi yo'q, qozonga ham ehtiyoj yo'q. Qarang, bu hadislarda keladi. Payg'ambar alayhisolamning mo'risidan oy-oylab tutun chiqmaydi. Qozon qaynamaydi. Och qo'saq, suv bilan xo'rma yeydi. Qo'sqiq toshni bog'lab yuribdi. Etkidek nima tamoq va? Jug'ida qaysi qochquchi turibdi yoki qozon qumush turibdi. Uyi shu qadar kichik, shu qadar oddiy, bir ig'izlik hujrada yashaydi Rasululloh. Qancha xizmat va bu uyda. Uyda ya gilam ko'plar bo'lmasa, tam derazaga tatgan ya perdelar bo'lmasa, to'nglatqo kiralg'ular texi bo'lmasa, Oysha onamizning uyida baqadek bola ham bo'lmasa, balasi